Hürmetlik vatandaş, bugün Çislağa 2021 yıl 1. ayının 1. günü endi. Muşu 3 parça leksiya doğrusu da bir fikir kılaylı. Tüne güllatin biz sizlerge çempokunun haberini yetkizdik, mağlup oldu dedi. Kiliki için İspanya, Gollandiya devlet başlıkları tılıpın belge vaktın ötüp ketkenligini eskildi degen idi. Tuyuksuzdu bu kelişim, Avrupa Soğudu meblağ kelişimi imzalandı. Endi bunun da torbettir doktora çıkıvatkan gepli bununla Germaniyanın veziri Merkel, Angel Hanım bilen Prezident reis, sekreter reis Xi Jinping asla koştu, yaki şulanın töhfisi değildi. Ben nurgun leksiyelerimde sözlep geldim, hürmetlik vatandaşım hazır Avrupa'da. Germaniya bulapma veziri Angel Merkel hazır vazife ütügen mezgildi nisaplığında taka hazırgıcı Cungunu 13 kıtım ziyaret kıldı vatandaşım. Şundakla Amerika Koşmuş Ştatlarının köngül bölüşü bilen Şangan Uyguristan'daki müstemlike rayillağa, ben şundak ettim, müstemlikede bir rayillağa kişilik hukuk meselesiga Amerika'nın köngül bölüşüge ergişip Germaniya vezir Angel Merkel hanım anca muncha tayyorliqlarni qilib degidek, mukofotlarni berib degidek va qayta qaror e'lon qilib va parlamentda yig'in ochib degidek kishilik huquqni yuqori ko'tarib, ko'ngil bo'lishni yuqori ko'targandek bo'ldi. Mening bu qatim endi men o'zim shaxsan aytgan vaqtida bu Germaniya Yevropa İttifaqı parlamenti bilan Xitoyning mushu kelishimga imzo qo'yishdan shaxsan men ranjidim vatandoshim. Bir Amerikaga ittifaqlashtirib, Amerika bilan bir niyatda bir sepda kurash qilayotgan Yevropa davlatlari Xitoy bilan bunday kelishim imzolam. Chunki oldimizda o'tib ketgan 4 yil mobaynida Prezident Trump Xitoyni har qaysi sohalar bo'yicha Amerika bilan bo'lgan munosabatlar doirasi butun sohalar bo'yicha qo'g'lab chiqadi. Masalan, o'quvchilarning kirishini Amerikaga chekladi. Kompartiya partiyali kadrlarının Amerika kelishini chekladi. Hatta o'qiyotgan o'quvchilarning orqa ko'rinishida harbiy taraf bo'lsa hammasi qo'g'lab chiqarib etdi. Konsulxonalarni taqadi. Savdo tijoratda tamoyishni beji qo'ydi, kelishim imzoladi, kaynidan besim ishlatdi. Xitoy hukumati shu holda qatorda kishilik huquqni o'lcham qilib keldi. Xitoy hukumati yoki Uyg'uristonda mustamlik Uyg'uristonda kishilik huquqdan voz kechmadi, yoki yuqori debdug'i yoki Shanganda qo'lini uzmadi. Hozirgacha hech qanday bir natija o'ttirg'i chiqqani yo'q. Ya'ni ya Xitoy chekinib Shanganda natija bo'ldi degan gap yo'q. Shundaqla Xitoy chekinib mustamlik Uyg'uristonda natija bo'ldi degani yo'q. Xalqaro jamiyat buni kuzatgani yo'q. Muşundaq ahvalda taxtunigullatı sizlarga anlattık. Fransiya'nın prezidenti Macron nima desa Şinjan'daki mecburi emgak meselesini hal qilmaydigan bo'lsang biz bu kelishimga imzo qo'ymaymiz. Nemish qilmaydi ching tura olmadi vatandosh. Bu Yevropa İttifaqı davlatlari maydonda nemish ching tura olmadi. Savol qo'yib boqingchi. Ular üçün aytganda kishilik huquq zodi nima ching turib hal qiladigan masalami? Bu bir prinsiplik masala. Yoki kishilik huquq o'yin o'ynaydigan o'yin chiqma, yoki qo'rchoq o'yinimi, bolalarning game masalasimi? Nima zodi nima? Bir hesapta 8 milyon insan, yani bir hesapta kishilarning aytganicha 3 milyon insan Uyg'ur hazır Xitoyning nazarband qilishi bilan turming nazarband qilindi, uning bola chaqasi nerede, ota-onasi nerede? Bu odatlik savol vatandosh. İnsan beshig'i kelganda bilmasa bu azobni, uqubatni biz faqat savol qo'yamiz, bu odatdagi savol bu inson. Kinolarda ko'rib o'tdinglar, jo'ishlar tutgan muomalasi ayni chaq natsistlar Germaniyasining. Natsistlar Germaniyasi onun armiyasi bugungi Xitoyning armiyasi selishtirsangiz, u Yevropa millati oldida tartib, intizom bu armiya u. Germaniya armiyasi shu tartib, intizom bu armiya u vatandosh. Osiyolik Jungoning askariy qismlariga selishtirganda ularning tartib, intizomi bor degan gap. Shu vaqtda harbiy tuzum bo'yicha
O qandaq muamele qildi şu işlarga, bu hazır Xitay qandaq muamele qılıbadı Uygurlarga. Ölüm yetim doğrusu hiç qandaq haber yok. Peçetlengen bu haber doğrusu hiç kim haber tapanmaydı. Chet el muhbirlerinin vatanga berişi mümkün emas. Vatandaşım biz tünügün nemi dedik? Tünügün leksiyat okuduk 28 axbarat organı. Yani muhbirlar ponketi degendek muhbirlar ponketinden alaydı muhbirlar teklif kılınıp 2009 yılı Şinjan'ını ziyaret kıldı. Çöndünüz mü? Demek muhbirini kim teşkillepti ben tünügün sizge nemi dedim hürmetlik vatandaş? Cungu Amerika almashtırış cemiyeti. Dongjanhua Şangang memuriyet başlığı sabı kurup çıkan cemiyet G'arbning muhbirlerini bulupmu Amerika'nın muhbirlerini 2009 yılı Ürümçi Şinjan'a berishga tashkil et. Xitoy o'zi tashkil deydigan gap. Tünki leksiyada chalaqaga yirmishu Xitoy o'zi tashkil et. Ular Xitoy tashkilisi kelib Xitoy to'g'riliq nima deyishi mumkin edi? Şinjan'da yüz bergen vaka şu vaqtda xalqaroni zilzilaga saldı. Ürümchida yüz bergen vaka xalqaroni zilzilaga saldı. Lekin qarasangiz, bu G'arbning muxbirlari, muxbirlar ponketi, hatta shundaq büyük agentliklar, BBC, Reuters agentligi, Fransiya agentligi, hammasi Xitoyning qiltaq va dollariga tushib qolgan gap qo'y. Men tuni so'zildim bu vatandoshim. Bugun endi bu G'arb dünyasida bu matbuot huquqi 6-cı huquqda, bu Amerikada 6-cı huquq deb ataladi vatandaş. Uyghur meselesinde, Uyghur cezalagiri meselesinde Xitoy, o senin mening ağzımni pechetlapla qalmay, xalqarodagi dangdar agentliklar ve xalqarodagi muxbirlarni qandaq pechetladi ağzını. Uyg'urning derdi mana. Vatandaşım, aynı çağda Natsiyaslar, Yahudilar yürgizgen qirg'inchilikni vaqtidagi xalqaro muxbir va xalqaro jamiyat onun içinde 8'de haber kılanmasımı işki partisine haber kılalaydı. Hazır çok haber kılalmaydı. Mana gördünüz mü? O Xitoy muxbirleri ayak dursun, chet el G'arb dünyasının muxbirlerinin ağzını yemledin degan gap. Bu Uyg'urning jazolagir to'g'risida dunyoda hech qanday xabar yo'q degan gap. Endi men bu yerga hayron bo'lganim turgan Fransiyaning prezidenti Marko nima dedi? Sen Uyg'ur jazo amgaki din ishlangan mahsulot va majburiy emgak selishni hal qilmasang, men bu to'xtamga imzo qo'ymayman dedi. Men hozir sizga savol qo'ydim, hurmatli vatandosh, bu prinsipmi va yoki o'yinchiqmi? Kishilik huquq masalasi o'yin o'ynaydigan o'yinchiqmi yoki game'mi? Yoki prinsipmi? degan Angela Merkel imzo qo'ydi Xitoy bilan savdo mablag' selishga. Oxiri Peter Navarro nima debdi? Bu bir murassaga kelish deydi. Murassani bir nuqsi esini, yani bir taslimchilik degan gap. Yevropa ittifoqi Jungo bilan murassaga keldi deydi. Demak, Amerika qattiq norozi bo'lgan gap. Demak, bu murassaga keldi Yevropa ittifoqi. Unda qo'si Yevropa ittifoqi Amerika bilan bir sap turish maydonida voz kechdimi? Hech bo'lmasa kishilik huquq masalasi bo'yicha voz kechdimi? Hey, bununla nima deysiz? Siz qaynaysiz vatandaş. Men qaynayman. Biz yani nima deyalimiz? Mushu mikrofondan başqa. Xudoga men shukri Amerikada bu huquqni badi nima bo'lsa Xitoyning haliqi jamiyati shu Amerikada hozirgacha bizning og'zimizni etmedi. Xudoga shukr. Vatandaş Amerika Jungo almashtirish jamiyati etmedi, lekin bizde radyoda sözleştiği çekledi. Sizdek mendek adamlarını radyoda sözleştiğini çekledi. Şu ahvalda Uygur'un günü nimikün, Uygur'un azabı nimikün, Uygur'un etnik yok ceryanı zada kandak ceryan bir Xudo bilmese, şu günde kalgan bir Uygur halkı özü bilmese chet el. Bunundan habersiz vatandaş. Lekin bugün meyadi sizge aşkar tapşırılgan mesela bu leksiyada nima deseniz, demek Yevropa ittifoqi bilan Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti savdo mablag' kelishimi imzoladi. Bununla Amerika norozi, Amerika qarshi turdi.
meselenin tügünü mana muşu edi. Sizlen bizni ümit kitekleydiğin nokta mana muşu edi. Ahir diyen nemi depti? Avrupa İttifakı'nın karıştırışı ve Amerika'nın karıştırışı bilen bu kelişimnin tasdiklenişi. Cungo tasdiqlavurdu, onu özün paydası boğalık üçün kurultay degen bir rezenkilik tamqı var, o tasdiqlavurdu. Avrupa İttifakı tasdiqli alamdı, tasdiqli almamdı degen mesele o attırğı çıktı degen gep, hürmetli vatandaş. Hoş vakt bulan vatandaşa.